Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, hurmatli musofirda yurgan aka-ukalar, hurmatli parvoz aka-ukalar, hamma sog'liqmi, oilalar tinchmi? Mana Taysonimizni bir o'zini 12 sotik yerga yuvarib qo'yibmiz. Avval ko'rgan bo'lsangiz, yonida bitta xo'roz bor edi. U ham chiqishmay qoldi bu bilan. Bir o'zini qo'yibman buni. Jo'jamiz o'ta yosh. Pepe deydimi, Pepe. Paxotga Taysonmi? Endi bu aka-ukalarimiz tarafidan bir savol bo'lganda, shu inkubator jo'jasi bilan kürk parranda chiqargan jo'ja farqi bormi? Apilkaning ustiga bo'ladimi degan bir ma'noda gap bo'lganda, savol bo'lganda. Aka-ukalar, bu avvalambor inkubatorda chiqadimi? Kürk parrandaning tagida chiqadimi? Bunun nimasi yo'q? Avvalambor qonida bo'lishi kerak-da. Qonida o'zi shu yaxshi bo'lsa, zoti o'naveradi. Masalan, bu gapim bilan nima demoqchiman? Masalan, shu aynan kürk parrandaning tagidan chiqarish kerak ekan, davraga qo'yiladigan xo'rozlarni degan bu noto'g'ri. Chunki bu inkubatorda chiqqan jo'jalar ham zo'r o'ynaydi. Bu hammasi bu o'zingizga bog'liq. O'zingizni bergan tarbiyangiz, boqishingiz, yaxshilikdan yaxshi qilib boqsa, o'shaveradi. Endi shu men avval ham aytganman, shu nimaga gapirsam, shu boshimdan o'tgan gapiraman-da. Nimagaki ko'p ko'rganman, ko'p, вообще ko'p. Zo'r chempion xo'rozlarni ko'rganman, inkubatordan chiqqan. Davrada ham, boshqa yerda ham. Bu yerda eng asosiy narsa, bu gapda ko'p aytganman, 50 ga 50 xo'rozni egasi yutadi-da. Bu gapni tagida juda ham katta ma'no bor. Chunki buni beradigan tarbiyangiz, tobida zo'r qilib tobini qilishingiz, shu narsalar katta rol o'ynaydi-da. Tushunmaydigan odamga bir bu kürk tagidan chiqadimi, inkubatordan chiqadimi, chempion xo'rozni berib qo'ysangiz ham rasvoyi jahon qilib tashlaydi. Kerak bo'lsa xonaki parrandalar urib tashlaydi uni agar. Shu daraja hammasi tarbiyangizga bog'liq. Yana shu zotiga ham bog'liq aka-ukalar. Qonida ham bo'lishi kerak-da. Shuning uchun bemalol inkubatordan chiqarib olsangizlar bo'laveradi. O'ynaveradi zo'r. Ben o'zimdan endi bu narsaga ko'p yillar bo'lib ketgan.
bir kel degan xo'rozim bor edi, chempion. 5,5 kiloda o'ynagan. Xullas, judayam yomon xo'roz edi, xullas. 3 ta pobeda qilgan, 4-pobedasida pobeda qilib, shu ish topgandan oyog'idan ish topgan, lekin yutgan. Shu oyog'idan ish topib, shu yaxshi bo'lmasdan ketgan xo'roz. Shu ham inkubatordan chiqqan xo'roz bo'lgan. Xullas, yaxshi xo'rozlar ko'p, qo'limdan ko'p o'tgan, shu 30-40 yil davomida shu o'tgan qo'limdan. Ko'pisi inkubatordan chiqqan xo'rozlar bo'lganda. Endi men inkubator, kurk deb o'tirmayman-da. Kurk to'g'ri kelsa kurkka, inkubator to'g'ri kelsa inkubatorga bosib yuboraveraman. Buni agar mabodo sotadigan odamim bo'lsa ham to'g'risini to'g'ri aytaman. Agar so'rasa-da, masalan, inkubatordan chiqdimi yo kurk tagidan chiqdimi, buni gunosi bor. Oldi buni. Yoqmasa olmay qo'yaversin. Aka-ukalar. Shuning uchun shu savolga javob shu. Masalan, shu kurk tagida chiqqan xo'roz bilan inkubatorda chiqqan xo'roz qaysi zo'r degan narsa bu noto'g'ri-da. Bu chiqaveradi. Ikkisida ham zo'ri chiqaveradi, ikkisida ham to'xtasi ham chiqaveradi. Bu qoniga, tarbiyaga bog'liq, aka-ukalar. Shuning uchun uni qo'rqib o'tirish kerak emas. Inkubator, kurk deb.